Assalomu alaykum, Akvaryum O'zbekiston qadrli obunachilari. Bugun sizlar bilan bitta noodatiy video qilamiz. Yuragi bo'shlik ko'rmasin. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu Calvus Black Zaire degan balig'imiz. Ko'zi mana ishib ketgan, yiringlab. Shuni hozir operatsiya qilib olib tashlaymiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Oddiy spirt, qaychi, paxta. Bu bechara qiynalyapti. Buni hozir o'zi bu ko'zi joyiga qaytmaydi buni. Bitta ko'zi o'zi tamom bo'lgan. Shuning uchun o'zi yana darshi qiynalmasligi uchun buni hozir sekin akkuratni ushlab bismillahirrohmanirrohim qo'yamizda buni hozir tinchiydi bu. Yo'q. Mana hozir ko'ziga spirt qo'yib operatsiya qilamiz. Qonagan ko'rasizlar. Bu yomon bu. Qaychini ham spirtga tiqib turib bismillahirrohmanirrohim. Sekin shiringlagan joydan mana Uspakaytilning o'zi dorisi bor, bizda hozir dalniy biraymi bo'lmagani uchun majburimiz shu ish qilishga. Jon o'risa ham chidaydi, boshqa iloji yo'q. Xohlasa bir haftalarda yaxshi bo'lib ketadi. Agar buni olib tashlamasak, qiynalib organizmga ham o'tib ketadi bu yiring. Shuning uchun olib tashlaymiz, baloni o'zi ham o'lib qolmasligi uchun. O'rni qoldi mana. Ko'z ketdi, uni sekin suvga qo'yib yuboramiz. Hozir bunga ancha qiyin bo'lyapti. Buni bir haftacha qiynaladi. Xudo xolisa, o'ziga kelib yaxshi bo'lib ketgandan keyin yana video olib qo'yamiz, ko'rasizlar. Ilohim tuzalib ketsin.